Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun tog'achalarim bilan Ramazon aytishga chiqdik. Qanday o'zi tog'achalar bo'layaptimi? Bo'lay, cho'tka. Bugun xudo xohlasa qancha pul ishlaymiz debsizlar tog'achalar? $100 kerak, $100. Ketdik emasdan. $500. Mana bolalar hozir pul olish jarayonida turibdi. Ichkarida beramiz deb turibdi. Hozir turibdi bolalar. Qani eng zo'r ulfat Mana bachalarni qo'chini. Mana 20 top bo'ldi yo'lda 20 top bo'ldi mana. Mana sevgi sharob emas, sharobga hali yoshman. Sevganim sotib oldi Toshkentlik bag'ri toshlar. Qani eng zo'r ulfat, qani baland boshlar. 50 gram choy ustida dardlashaylik yoshlar. Bu sevgi sharob emas, sharobga hali yoshman. Sevganim sotib oldi Toshkentlik bag'ri toshlar. La la lay lay la la lay, la la lay lay la la lay. Ha! Enajon bo'ling yangi kuylagingizni kiying. Enajon bo'ling yangi kuylagingizni kiying. Desalar keling sovchilikka keldik. Desalar keling sovchilikka keldik. Olsin qizini olsin, qizini olsin. Dadasi yo'q desagar, qizi ham boshida qolsin. Dadasi yo'q desagar, qizi ham boshida qolsin. Qoshini qarosidan, ko'zini qarosidan, qoshini qarosidan, ko'zini qarosidan. Qizing bo'lsa yerga bergin qutulib balosidan. Qizing bo'lsa yerga bergin qutulib balosidan. Buncha pulni qayerdan topding kam? Ramazon aytib topdim aka. Qo'l malades. Mana bolalar 6000 topdik. Davutdi. bolalar ko'chada Ramazon aytib yuribdi va pul ishlab yuribdi. Qachon biz ham shunday pul ishlardik, lekin bizga pul emas, parvarda, mayda chuyda berishar, konfet, non. Boshla. Tamam, berib ber. Qor